Dasturlarimizda xabar berib borayotganimizdek, prezidentning 2025-yil 2-apreldagi qaroriga muvofiq bu yil mamlakatimizdagi har bir ehtiyojmand oilaga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratildi. Ayni yo'nalishdagi ishlar Samarqand viloyatida manzilli amalga oshirildi. Samarqand viloyatida isitish mavsumida aholining ehtiyojmand qatlamini moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida prezidentimizning 2025-yil 2-apreldagi qaroriga muvofiq 1 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam berildi. Viloyatda 39.394 ta ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirildi. Shundan boquvchisi yo'q 4.164 ta, o'zgalar parvarishiga muhtoj 736 ta, nogironligi bo'lgan 8.742 nafar, og'ir kasalligi bor 5.682 nafar. Bundan tashqari faqat pensiya yoki nafaqa hisobidan kun kechirayotgan 4.356 ta, boquvchisi mehnat migratsiyasida bo'lib, kam daromad oluvchi 2.170 ta, vaqtincha ishsiz a'zolari bor 946 ta va yakka yolg'iz yashovchi 144 ta oila ham qamrab olindi. Ko'rinib turibdiki, joriy yilda uning miqdori 4 baravarga oshirildi. Qamrov darajasi ham sezilarli darajada ko'paygan. Bizning asosiy maqsadimiz ushbu bir martalik moddiy yordamni fuqarolarga manzilli yetkazilishini ta'minlash. Berilgan moddiy yordam isitish mavsumida kam ta'minlangan oilalarning ortib borayotgan energiya xarajatlarini qopladi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan mavsumda kam ta'minlangan oilalar o'rtacha 254 kilovat elektr energiyasi va 514 kub metr gaz sarflagan bo'lib, tariflar o'sishi sababli ularning 4 oylik xarajati o'rtacha 815 ming so'mga oshgan. Manzilli yordam har bir xonadonga yetib bormoqda. Isitish mavsumida ehtiyojmand qatlamga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor nafaqat o'z vaqtidagi yechim, balki xalq va davlat o'rtasidagi ishonch, hamjihatlik va birdamlikni mustahkamlaydi. Kambag'al oilalar reyestri va ijtimoiy himoya milliy reyestridan tashqari biza mahalla yettiligi bilan birgalikda fuqarolar xonadoniga borib o'rganib, ehtiyojmand oilalarni Inson Ixma saytiga 9052 arizamiz bilan kirgizib, ularga bir martalik moddiy yordam berilishini ta'minlab berdik. Shu mahallada yashovchi Muborak opaga ko'rsatilgan e'tibor, yordam kommunal to'lovlarida bir oylik ehtiyojini qoplashda ko'mak bo'ldi. 1 millionlik yordam puli berishdi. Gazga to'ladim, svetga to'ladim. Kattakon rahmat. 5 yildan beri bir joyga bo'lib qolgan edim. Mahallamiz ham katta yordam berdi. O'zi ancha yaxshiman oldingidan. Shunday qarorlar chiqargan prezidentimizga kattakon rahmat. Yurtimizdagi manzilli va shaffof tizim ijtimoiy adolatni ta'minlash minglab taqdirlar hayotini to'kis farovon qilmoqda.